bolalar, men yo'lni boshladim. Bugun sizlar bilan yana men o'sha Javohir. Bugun sizlar bilan artefakt o'ynagan o'lmaslik modi. Bu modda artefakt tushuntirib bergan, men tushuntirmasligim kerak, lekin yangilar uchun tushuntiraman. Bu modda siz o'lmaysiz, lekin menga qaraganda boshqacha mod tushibdi. Artefaktida balandlikdan sakraganda boshda qandaydir qalpoqcha paydo qilib qo'yardim. Menda bo'lsa qalpoqcha sekinlashtirmayapti ya. O'tamayapman. Xullas. Sen qamalib qoldingmi? Qo'y, yordam beraymi? Mana, yordam etdi bu. Bunaqa yordamni kim beradi? Mendan boshqa, to'g'rimi? Kim beradi? Aytinglar. Bolajonlar. Tushunmaganlar uchun hozirgacha bu moddasiz hech qanaqa o'rin olmaysiz. Lekin bitta narsadan o'rin olishingiz mumkin. Uyam bo'lsa damlamalardan. Chunki artefakt o'zini videosida damlamalarni sinab ko'rmagandi. Artefakt videosi ekranga o'xshab ketadi. Damlamalarni sinab ko'rmagandi. Jon olishi mumkin, damlamalar olmasligi ham mumkin. Shuning uchun agar video oxirigacha birorta jon oladigan damlama yoki sehrgarning uyini yoki sehrgarni o'zini topa olmasam, cheksiga tushishga majbur bo'laman. Kontent uchun, shuning uchun tushunasizlar. Bu o'yinda hattoki Minecraft haqidagi har xil ma'lumotlarni ham aytib ketaman. Ko'p kishi survival qilish uchun juda ko'p daraxt chopadi. To'g'rimi? Yo'q, lekin unday emas. Siz survival qilishingiz uchun sizga 3 dona daraxt yetib ortadi. 3 dona daraxt ham chunki ko'p. Ikkitasi lekin kam. Ikkita daraxt yetmaydi. Ikkita daraxtdan yoki cho'p yasolmay qolasiz yoki kirka yasolmay qolasiz. Shuning uchun 3 ta daraxt. Agar o'yin boshlanishi bilanoq uy qurmoqchi bo'lsangiz, shunda marhamat, ko'proq choping. Tentirayapman-da. Ovozim agar sal bo'g'ilgan bo'lsa, uzr. Chunki tomog'im og'riyapti. Ancha charchaganman. Soat tungi 2. Boshqa vaqt topolmadim. Mayam derdim. Mana, yana miyam ishlamayapti. 16dagi menimcha xartma turdagi asoqalan yasosi bo'lardi. 16ta yog'ochga. Toshga. Ovozim past bo'lsa, uzr, montaj paytida xatolik bo'lgan bo'ladi. Men buni yangi qurolni tushunmaganlarga dashtlik qilib o'ldiraman bu sigirni. Shunday yugurib kelib zarba bersangiz bo'ladi. Uzoqroqdan turib uni unga nayza sancha olsangiz bo'ladi. Lekin
uning yonida turganda ishlamaydi bu. Mana. Buni o'ldira olmadi. Sal uzoqroq bo'lishi kerak masofa. Tushunib olganlar, xullas tushunib oldi. Yana bu sehr uchun keskin siltanish nomli sehri ham o'ylab topilgan. O'ylab topilmagan, yaratilgan. Bu sehrda siz yo'q, qovoq. Qishloqniki bu. Qovoq chiqdimi, qishloq ham chiqadi. Qayoqdadir uzoqda. Aniq qayoqdadir uzoqda. Savannalar tarafga qarab ketaveramiz. Chunki savannada ko'p mis. Hozirgi bu versiyaning mohiyatini tushunmaganlar, bu versiya mis uchun yaratilgan. To'g'risi, bundan oldingi versiyamiz uchun yaratilgan. 21-versiya mis uchun yaratilgan. 24. Ne bilmadim. 25 mi, 24 mi? Menimcha 25. Hozir 27-versiya ham keldi. Boshqa yangi narsalar qo'shildi. Juda ko'p qo'shildi. Bularning orasida julli stollar, julli yarim bloklar va o'tirgich. Ya'ni xullas Minecraftda birinchi marta Steve o'tirdi. Xullas Steve o'tira oladi endi. Ko'z oldimda qo'yishdan bo'ldi. Lekin bu safar uni o'ldir. Qo'y palaga turdi. O'ldirsam bo'ladi. To'xtang, qanaqa modda o'ynayotganim esimdan chiqib ketibdi. O'yinga berilib. Men to'g'risi o'lishim kerak. Suv yordam bermaydi. Suv deydiganlarga lava ham yordam bermaydi. Lava deydiganlarga zombi yoki boshqacha maxluqlar ham yordam bermaydi. Hattoki creeper ham. Haqiqiy ajal yordam bermasa, qanday qilib boshqa narsa yordam beradi? Axir asab buzarlar Minecraftda ayniqsa konda endi olmos topganda o'yinchini portlatishni yaxshi ko'radigan, o'yinchini bezrayib yoniga kelib uni doim o'ldiradigan creeperlar birinchi marta o'zini ishini qila olmayapti. Menga qarshi. Biyaqki baliq men sen yeyman. Hayotda bittada tepaga qarab, mana maxluq deganlarga maxluq. Hayotda bittada suvdan tepaga qarab suzib chiqib ketib bo'lmaydi. Lekin Minecraftdachi Minecraftda ham agar bittada tepaga chiqib ketsa, jinni bo'lib qoladi o'yinchi.
O'yinchiga qandaydir g'alati effektlar beriladimi? Full musat. İki tane asas düştü. Sana qishlaqa. Bolachasi. Men endi muzli temurdaman. Chiganing yutaman. Hozir aşağıya tursa mendan qochib ketasan-da. Atrofim yig'ilib olsin-da, shunaqangi qattiq ataka beraman bularga. Endi qo'ydim. Temur. Temirga nima aytsa bo'ladi? Yonlariga olkasi bo'ladi. Joy pastga tushib ketdim. Endi tepaga chiqishga qiynalsam kerak. Mana lava deganlarga lava ham yordam bermaydi. Go'sht bu damlama emas, bu effekt. Effektlar ko'p hollarda o'ldirmaydi. Lekin ko'p hollarda tirik qoldiradi. Damlamalar bu deyarli har doim o'ldiradi. Chunki damlama u bizu. Bizga damlama u. Ham creeper ajal kechi. Xullas bolalar, hech narsa ishlamaydi, to'g'rimi? To'g'rimi? Men magic topolmadim. Shuning uchun kreativga o'taman. Majburman. Agar xuddi shunday videolar ko'proq chiqishini xohlasangiz, obuna bo'ling. Men doim obuna bo'ling deyavermayman aslida. Men faqat 1-2 marta aytaman. Keyin esa boshqa aytmayman. To'g'ri, ko'p aytaman. Lekin har doim asabingizni buzib aytavermayman. Video effekti o'ldiradi, aniq. Poison effekti o'ldiradi, tiniq. Install damage o'ldiradi, 100%. Endi survival o'tish kerak. Birinchi night vision. Oy. Hammasi yonmay kesin-da. Hammasi qilichlab o'tdi. Hammasi atrofimga yig'ilsin-da. Hozir nasl sehrlangan ekan. Uyalmaysanmi sehrlangan aslaha olgan? Kelinglar birga zaharlanamiz. Nima? Uylarga senlayam. Faqat meni o'lmay. Senlayam o'l. O'ldiradi bezor senlarni. Meni o'ldirmasa bo'ldi. Meni ham o'ldirdi. Bezor o'ldirdi. Bundan bilish mumkinki, har qanday modni yoki har qanday narsani ham kamchiligi bor. Mana meni bemalol o'ldira oldi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna tugmachasini bitta urib
yuzini kuygartirib qo'yinglar iltimos. Like bo'lsa bitta qo'lini sindirasizlarmi, barmog'ini sindirasizlarmi, bilmadim, kalla qo'yasizlarmi? Agar bu video 100 ta like va 100 dona obunachi olib kelsa, men boshqa video chiqaraman.